Buxorodagi qadimiy Degdavon qishlog'ida devlar yashab o'tganligi rostmi? Degdavon so'zi forschadan olingan bo'lib, qozon quyuvchi degan ma'noni anglatadi. Bu nom qishloq aholisining qadimdan temirchilik va chilangarchilik bilan shug'ullanganligiga ham nisbat qilinadi. Ammo mahalliy aholining aytishicha, qishloq nomi o'tmishda quyidagi afsona asosida dastlab Devdovon deb atalgan. Qishloqda katta tepalik mavjud bo'lib, uning ustida muqaddas masjid bor edi. Tepalik uzoqda joylashganligi sabab aholi masjidni qishloq markaziga ko'chirmoqchi bo'lishadi va bu jarayonni bir kechada amalga oshirishadi. Ertasi kuni tongda buni ko'rganlar rosti bu ishni insonlar qilganligiga ishonishmaydi va devlar bir kechada masjidni ko'chirishibdi degan gap tarqatishadi. Shu bilan qishloqqa Devdovon, ya'ni devlar yashovchi dovon degan nom beriladi. Keyinchalik bu nom tildan tilga Degdavon bo'lib moslashadi. Bugungi kunda ushbu qishloq Buxoro viloyati Peshku tumani Chibog'oni mahalla fuqarolar yig'ini tarkibiga kiradi va unda 5000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Siz yashab turgan hududingiz tarixi haqida nimalarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Balki keyingi videoda aynan sizning mahallangiz tarixi bo'lishi mumkin.